Shahramon tumani Faroz mahalla navbatxonadan keldik. Bu uyimizda 6 sotu, 6 ta xona, 3 ta sanuzel, basen, saunalarigacha bor. Narxini ham oldindan aytib ketib qolaman, narxi vashish keladi. 6 sotuga 115 ming so'ralyapti. Ko'chalarni ko'rsiz mana asfalt qilingan. Mahalla zo'r lekin. Shunday yo'l yuzidan yetib 1 kilometr, 1,5 kilometr bu yoqqa kiriladi. Postdan, Shahramon postdan bu yoqqacha где-то bir 3 kilometr to'g'ri keladi. Megadan 6 kilometr to'g'ri keladi bu yoqqacha. Ko'ringlar.